Bu video psixolog va psixolog bo'lmoqchi bo'lganlarga bag'ishlanadi. Bu yerda ham top 5 ta universitet haqida gaplashaylik. Top 5 ta universitet deganimiz bilan yaxshi qayerda o'rgatishini bilishimiz kerak. Masalan, Samsunda o'zi bor shunaqa universitet, Institut psixologiya, Gazdarskiy universitet, Institut psixologiya deyiladi. O'zi universitet как бы государственный. Nomi shunaqa, Institut psixologiya. U yerda prям psixologlar shtabi yig'ilgan. Komanda bo'lib, hammasi даже охранникgacha psixolog o'tda yaxshi o'rgatishadi. O'shanga kirsanglar bo'ladi. Ochniy, zaochniy, вечерний. Hamma varianti bor psixologiyani. Ekonomический tarafdan qarasa, yuridik tarafdan qarasa yoki tam государственная безопасность, ya'ni davlat taynasi sirlari bo'yicha psixologiya o'rgatilgan. Shunaqa международный отношенияda ham kerak bo'lgan psixologiyani o'rgatishadi. Очный, вечерний, заочный. Bu yerda как положено полноценный psixolog bo'lib chiqaman desanglar, mana shu to'qqizta bo'ladi. Gertsinda ham bor, Gertsinda ochniy bor, zaochniy bor. Ochniy va zaochniy bor. Ochniysida yaxshi tarafi, ochniysini yaxshi tarafi o'tda kuniga 4 marta, haftasiga 4 marta dars bo'ladi. 5 kunlik emas, ya'ni 3 kun ishlashga vaqtingiz qoladi. Agar ishlab o'qimoqchi bo'lganlarga zaochniga har 6 oyda bir marta kelasiz. Kontraktda 80 ming, 90 ming, qimmat emas kontrakt, rublda. 2 bo'lib to'lasa bo'ladi. 5 yilda уже zaochniy diplomni tugatasiz. Keyin Moskvaga bor, Moskvaga RGSUga bor, sotsialniy institutga. O'sha yerda ham psixologiya yo'nalishlari bor. MGUni o'zida ham bor, kattaroq seryozni joyda o'qiyman desangiz agar psixologiyaga. Farqi yo'q, qayerda o'qiysiz. Главныйsi agar sel mana shu yo'nalishda o'qib bitirmoqchi bo'lsangiz, ochniy kirish kerak, vaqtingiz kamroq bo'lsa, zaochniy kirish kerak. Inakda вечернийlarni topsa bo'ladi, sal qiyinroq, lekin topsa bo'ladi. Bir xil shaharlarda. Boshqa viloyatlarda bo'lsangiz ham psixologiyaga, magistrga yoki zaochniga topib bera olamiz, bemalol. Topshirsanglar, hozir qabul ochilgan, kerak bo'lgan dokumentlar, pasport, загранпаспорт iloji bo'lsa, attestat, libo kollej diplom kerak bo'ladi. Libo bakalavr diplom agar magistr kirmoqchi bo'lsangiz, grant joylar bor, kстати, psixologiyada. Kelinglar, topshiramiz.